Ko'proq ishlaymiz. Bokschilarim juda kam oldingi qo'lda ishlayapti. Shabaka o'ng qo'lda, o'ng'oqay chap qo'lda kam ishlayapti. Hozir mana sizlarga vazifa, bir raund hozir oldingi qo'lda ishlaymiz. Qoringa, kallaga, qattiq udardan hisoblanadi. Ikkita harakat qilinadi. Bitta udar emas, ikkita, to'rtta, kerak bo'lsa seriya yuborsa ham bo'ladi. Tushunarlimi? Oldab keyin uringlar. Urdingmi, orqadan tortdingmi, urding seni uryapti. G'ashta bitirmaydi, sizlar kallasiga sizlar qoniga o'tdi. Qoniga urding, kallasiga o'tdi. Tushunarlimi? Keyingi raund ikkala qo'lda ishlaysiz. Ana shu ikkala qo'lda ishlaganinglarda hammanglarga vazifa. Chap qo'lda ishladinglarmi? 1-1-2 urasizlar. O'ng qo'lda, chap qo'lda urasizlar. Yana 1-1-2 urasizlar. Umuman mashina bajarasizlar xolos. Tushunarli? Kim tushunmadi? Приготовились, давай.